ijatganlar, zuk, cho'q bo'lib qolganlar, ne deydi? Chatdan chiqib, qaytadan bir kirsin. Bo'ldi. Так, mikro qo'shimlarcha. Shu shartmi o'zi обязательно? Qo'shaman-ku post chat. Bo'ldi, qo'shildi. Xo'p, 474 odam. Всё, hech kim ne deydi? So'roq, mana bo'lmasin. Post chat, xudo xolasa bo'ladi. 481 odam. Ketdik. Tak. Bugungi tema kecha o'tganmiz. Kecha chatda 300 odamma, 400 odam o'tirdi. Uspet qilmay qolganlar bor ekan. Bugun o'sha temani doskонально tushuntiraman. Takansa atido. Zonani qalay tortish kerak, zonani necha punkt bo'lishi kerak, примерно. Zona necha punkt bo'lsa bizda istaydi. Mana o'sha narsani bugun o'rganib qarab chiqamiz. Tak, SNR da biz qo'llaydigan strategiya. Tak, birinchi, ikkinchi, uchinchi bizda nelar bor? Praviralar bor-da. 1, 2, 3, 4. Bizda 4 ta pravila bor. Tak, bizda 4 ta pravila bor. Birinchisi, bizga har doim grafikamiz line chart da bo'lishi kerak. Line chart. Liniya ko'rinishida. Bizga mana bunday yaponskicha kerak emasdi. Bizga вот liniya kerak, liniya. Nega? Chunki bozor eskidan bizda liniya bo'lib kelgan. Bizga ko'rinmay жатыр. Sizlarga ko'rinmayotganlar chatdan chiqinglarda, qaytadan kirsalaring ko'rinadi. Ikkinchisi, bizga kerak time frame'larda. Tak, time frame. Time F deb yozaylik. Tak, bizga kerak daily time frame H4, H4 soatlik time frame kerak. Tak, uchinchisi, bugun o'sha temani o'tib big moment. Big moment. Bu hamma narsa mana shu SMR strategiyani ishiga qaraydi-da, bir-biriga подключить bo'ladi. Sizlar bugun polni, ne deydi? Kuchli zona, scalping zona tartibida o'rganasizlar. Men o'zlaring praktika jasab hali ne deydi? Rahmat Atabek deb aytasizlar. Postli praktika, xudo xolasa, o'xshasa, har bir zonadan reaksiya bersa, ko'rasizlar bu narsani. Xo'p, to'rtinchisi, men aytganday pravilani ne deydi? Buzmay, xuddi men aytganday qo'llasalaring, moshni ishlab beradi. Pravila mana shu 3 tasi. Endi biz SMR strategiyasi bo'yicha imенно rynokda savdo jasaymiz, zelga ochamiz. Qo'llaydigan strategiya Malayziya SMR. Biz urvendan urvenga istaymiz, urvendan degan aniq bir urvenga istaymiz. Support resistance zona bo'ladi bizda grafikamizda, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Какой-то Fibonacci, какой-то SMC, liquid, post, choch, mano degan tema yo'q bizda. Только SNR. Tak, support and resistance zona. Resistance. Tak. Support zona bu angliskida o'zi tushunayotganlar bo'lsa, ne deydi? Ma'nosi buy degan, qo'llovchi degan ma'noni bildiradi. Resistance zona bizda sellga qaraladi. Tak, support zonadan только long qaraymiz-da, resistance zonadan biz только short qaraymiz. Tak, nima bo'ladir? Tak, short qaraymiz resistance zonadan. Biz mana support resistance zonalarini realniy grafikadan qalay topamiz, qalay tartib olamiz degan odamlarga, tak, bizda mana 3 ta pravila turibdi. 3 ta pravilani sizlarga ko'rsataman. Qadamma-qadam. Значит, support bu bizda bukva V ga почти o'xshaydi. Biz realniy grafikadan bukva V ni ko'rsak, значит, bu bizda support zona bo'ladi. Biz V dan zona tartamiz. Qalay zona tartamiz? Ne qilish kerak? Qaysi time frame kerak? Kazda saboqni продолжаемda ko'rib bilib olasizlar. Resistance zona bizda bukva A ga o'xshaydi. Вот, ananday tortiladi zona. Tak, bukva A, bukva V ni qayerdan topamiz deganlarga, sizlarda mana bunday liniya tursa, bu yaponskiy switch bo'lsa, bu sizlarga ko'rinmaydi. O'sha uchun men yozdim, sizlarga liniya grafikasi kerak, line chart kerak. MetaTrader 5 da ham bor, Trading View da ham bor bu narsa. Tak, endi H4 time frame bor bizda. Bizga kerak pravila bo'yicha line chartga qo'yishimiz kerak. Line chartga qo'yildi. Line chartga qo'ygandan keyin bizga daily bilan H4 time frame kerak-da. Qarasanglar bizda daily time frame bor. Daily time frame da men aytdim, support resistance zonalarini tartib olish kerak. Support resistance zonalarini biz bukva A, bukva V dan tartib olamiz dedim. Значит, grafikani yaqinlatib qaraydigan bo'lsak, bukva V, значит, mana bor bizda bu support zona. Mana yerda ham bor. Biz bu zonani qanday tartibimiz kerak, shuni bugun ko'rib o'rganamiz. Tak, bu yerdan urven qo'yaman men. Tak, urven qo'yib olib kerak. Qalinlashtiramiz. Готов. Вот. Urven qo'ydim. Tak, V ni прям
uchidan urgan qo'ydim. Ikkinchisi mana bu yerdan urgan qo'ydim. Tak 32da. Tak. Bo'ldi. Bizda пока что только support zona bor. Ne dedi? Bizda resistance zona yo'q. Zachем resistance zona yo'q bizda, chunki altın maksimum точкада yuribdi-da. Bizga altın qaytib bersa, bu A bo'ladi, keyin bizda resistance zona paydo bo'ladi. Bungacha bizda hozir только support zona bor. O'sha support zonadan riskovat qilib ko'rsak bo'ladi. No resistance zonani ham qalay topamiz deganlarga, scalpingda ham o'rgataman bu narsani. Значит, bizda ikkita zona tortildi, ikkita liniya qo'yildi. Endi biz buni yaponskiy svichaga qo'yib olamiz. Yaponskiy svichaga qo'yildi. Yaponskiy svicha bizga nega kerak? Biz просто так bitta уровеньdan istamaymiz. Bizga дополнительный уровень bo'lsa, вот bizda bu zona bo'lib qoladi. Doполнительный уровеньni qanday qo'yamiz deganlarga, misol, line chartga qo'yib, birinchi очередь line chartga qo'ydikda, V'ni 3dan zona qilib oldik, уровень tashlab oldik. Ikkinchi очередь biz endi yaponskiy svicha bo'ladigan bo'lsa, o'sha V уровенimizda o'shani fitildan zona tartib olamiz. Так, значит, fitil qay yerda bor? Fitil mana yerda bor. Biz o'zimizga дополнительный уровеньni o'sha yerdan qo'shib olishimiz kerak. Ikkinchisi bizda fitil mana yerda bor-da. Fitildan endi zona qo'shib olamiz. Так, вот. Так, mana. Bizda ikkita qazi buy zona bor. Daily time frame'da bizda ikkita kuchli buy zona bor. 3552, 3545, 3632, 3620 zonalar bizda bor-da. Endi bo'ldi. Daily time frame'da biz пока что ikkita уровень aniqladik, ikkita уровень topib oldik-da, ikkita уровенimiz bor bizda. Qalay уровень tortib kerakligini o'rgatdim, ko'rsatdim hozir. Endi biz H4 time frame'ga o'tib qaraymiz, вот. H4 time frame, H4 time frame'ga o'tganda bizda grafikamiz shu ko'rinishda turadi. Endi biz H4 time frame'dan shu scalping uchun support and resistance zonalarni tartib olishimiz kerak. Tushunarlisizmi? Endi qaranglar. H4 time frame line chartga qo'yaman, menga support zona kerak bo'ladi. Bu scalpingda. Scalping bo'lgani uchun adden unday qarabga tartaman. Вот. Bizda resistance zonalar bo'lgan, mana yerda. Вот. Bo'ldi. Endi buni yaponskiy svichaga qo'yamiz mana. Ko'ryapsizlar, grafikada hech qanaqa ortiqcha chiziqlar, какой-то bir nima indikator degan narsa yo'q. Biz aniq уровеньdan, mana aniq уровеньgacha istaymiz. Shu уровеньdan уровеньga qo'llaniladi imенно SNR sistema. Bizda mana qora уровеньda, qora tsvetda turganlar, qora уровеньlar bizda kuchli daily time frame zonasi, mana korobkada turganlar bu H4 time frame'dagi scalping zona, H4. Вот. Bizda пока buy zonalar to'liq tartib olindi. Пока что рынок buyda turibdi, to'liq uptrendda turibdi. O'sha uchun fokusni buyga beramiz. Endi вот, e'tibor berib qarasanglar, внимательный bo'lib qarasanglar, mana yerda, mana daily time frame'dagi уровеньda, daily time frame'dagi уровеньda masalan H4dagi zona bu, H4da masalan mana A bo'ldi. A dan keyin mana daily time frame'dagi уровеньdan bizga reaksiya oldi. Isho bizga H4dan reaksiya berdi. Daily time frame'dan bizga уровень oldida. Isho H4da reaksiya berdi. Daily time frame'dan reaksiya olib uchib ketdi. Endi bizga yuqoridagi zona 2 ret istab berdi. Mana bu, astındagi zona bizga 3 ret istab berdi. 3 ret prям istab berdi. Daily time frame'dan H4 scalping zona. Endi bugun men sizlarga kanalda buy limit berdim. Buy limit примерно 77 da edi-da. Tak, baya bir baga kelib ketdi, 78 ga kelib ketibdi. Mana yerda qaraymiz. Mana yerda gaz tortgan H4 time frame bo'yicha mana H4 da вот. Bizga uje mana fitil bir ret istab berdi даже. Support zona plus. Buni plusni qalay tortamiz, formula bo'yicha qalay istaymiz, buni men webinarda birinchi saboqda ko'rsatib, tushuntirib, mo'shni qilib ko'rsatib berganman. Даже formulani o'zidan odamlar foydada yuribdi. Tak, grafikani endi H1 time frame ga o'tib qarasak, 1 soatlik time frame. Вот, именно 1 soatlik time frame'da bizda H4 korobkasi boyagi fitili. Bizga zonadan necha punkt reaksiya berdi? Tak, 79 bo'lsa, sena 86 da. Значит, bizda 70 punkt jurib berdi bitta zonani o'zi. Вот, big moment mana shu tema. Big momentni sizlarga ne uchun kerak big moment? Big momentda siz daily time frame'dan kuchli уровеньni tortasiz, H4 time frame'dan siz scalping uchun zona tortasiz. Sizda ikkita zona bo'ladi. Siz to'liq daily time frame'dan men zona tortaman, daily time frame'dan kutib o'tiraman desangiz, что u zonadan bu zonaga, liba bu zonadan bu zonaga kelguncha время ko'p ketib qoladi. Вот. H4da biz scalping zonani tortib olsak, bizda yana ne deydi? Bozorga kiruvga, сделка ochuvga shans bo'ladi. Именно. H4 bilan daily time frame'ni kombinatsiya qilsalaring, shunda o'zi sizlarga yetib ortadi. Seriozman aytaman. Tak, qaranglar, bizda hozir mana 36 80 36 74 buy zona. Xudo xolasa, qalay confirmation topuvdi, qalay TVX oluvdi, men polnisni ko'rsatib berganman. Bundan oldingi saboq ne deydi? Kanalda zakreplionida turibdi. Tak, hozir mana bu bizda buy zona bor. Xudo xolasa точка входа beradigan bo'lsa, qo'rqmay shu joydan buyga qarasalaring bo'ladi. Men aytayapman, qo'rqmay shu yo'lga kirsalaring bo'ladi. Tak, bugun kanalda 2 ret signal berildi.
Birinchisi bayli bitta olmay ketdi, ikkinchisi selga biz ishlab oldik. Xo'p. Bu SNR mana shu big moment sizlarga moshni ishlab beradi. Big momentda sizlar o'zlarini qaranglar. Xo'p. Men o'zim spesial bulay qilib tartib qo'ygan yo'qman. Bu big momentda o'rganib sizlar o'zlaring отдельный praktika jasab, trading uyida ko'ringlar effektini. Keyin menga Atabek, rahmat, ne deydi? Rahmatlaringni aytasizlar. Что? Вот. Reaksiya bersa bu tochkadan tochka vхода bersa payga qaraymiz. Bu zonani breakout qilsa retestdan sellga qaraymiz. Sellga qaraganda bizda take profit примерно mana yerda bo'ladi. Bu zonadan reaksiya bersa payga qaraymiz. Agar reaksiya bermaydi alish ketsa sellga qaraymiz retestdan. Что mana bu zonagacha. Ko'ryapsizlar, urvenga istaydi desalar. Hop. И kechagi signal. Kecha kanalda signal berildi. Kecha 48 dan signal berdim men. 48 dan bayga signal berdim. Sizlarga zacham signal berildi bayga. Imina kecha 150 почти 200-300 punkt jur berdilar kechagi signal. O'shani obzorni aytib o'tib ketay. Kecha. Kas. 48, 42 sizlarga bay zona berilgan. 48, 42 ni biz grafikadan qaraymiz. 48 и 42 da. Ustida urgan turibdi. Bu zonadan nega bayga signal berildi? 48, 42 ni посмотрим. Обсуждение qilamiz. Chatda qaranglar. Tak, M30 time frame'ga qo'yamiz. M30 time frame'ga qo'yganda, bizda zona turibdi. Xo'p, bizda zonamizda ne deydi? Zona berganman. Что nega signal berildi bundan? Tak, bizda M30 time frame bo'yicha qaraganda trend line breakout bo'ldi kecha. M30 time frame'ga qo'yib qaraganda bizda trend line'da breakout bor edi. Xo'p, birinchi kasanya, zonadan reaksiya, ikkinchi kasanya, zonadan reaksiya mana yerda sideway kuchaydi, impuls, retest, H4 zonamiz bor edi bizda 2-3 ret istab berganda, H4 zona уже слабый bo'ldi. 3 kasaniyadan keyin zona слабый bo'ldi. Zona слабый bo'lgandan keyin imena mana bu trend line impulsi kuchli bo'lib ketdi. Impulsdan oldin biz signal berdik. Bugun men sizlarga 72 limit berdim, buy limit berdim Azanda buy limitini nega berdim? Azanda bu bizda zona bor edi. Mana yerga kelib ketuv kerak edi. Azanda mana shu yerdan 80 dan ketib qoldi. Mana yerdan 80 dan impuls olib ketib qoldi. Boya bir qaradim, men rolda bo'lib qoldim, ko'rmay qoldim. Zonaga bir ret kirib ketgan. Mana yerga kelgan. Dальше ne deydi? Impuls bilan ketgan mana yerdan. Bu yerdan signal beruvga bo'lardi, men rolda bo'ldim, ko'ra olmay qoldim bugun. Чтобы bitta sellga signal bo'ldi, moshni bo'ldi. Tak, zonadan ko'ryapsizlar, edge bo'yicha bizda reaksiya bergan M15 time frame. Meni vebinarga qatnashgan, oldingi saboqlarni ko'rgan odamlar polni daskanalni juda yaxshi tushunyapti. Tak. Big moment mana shu tema. Big momentda sizlar только aktualni o'rgan topa olasizlar. Stop oladigan joylar bo'ladi, az bo'ladi. Что какой-то SNC ICT ni o'rgangandan ko'ra, SNR sizlarga moshni istab beradi. O'sha o'zim ham mana shu ko'rsatib o'tirman-da sizlarga real grafikadan polni bo'lganini qo'ygan. O'zim ham SNR bo'yicha ishlayman. O'zim ham SNR bo'yicha sizlarga signal beraman. Xo'p. Tak, H1 и H4 time frame. H4 time frame bizda пока что bayda turibdi. Bizda maksimum tochka 3701 mi, 2 mi, 3 da turibdi. Buni resistance zona qilib oluvga bo'lmaydi, что bu zona слабый. Supportdan gaz reaksiya olib ketyapti. Agar bu zona qaytarib beradigan bo'lsa, bizda aktualni resistance zonamiz bo'ladi уже. Ana undan keyin biz trend line breakoutdan sellga qarasak bo'ladi. Пока что focus buy, kaza дальний момент точка входа yo'q. Resistance zona bizga charatmadi. Supportdan reaksiya olib ketgan joy bor. Gaz o'rtada turibdi. O'rtada neytralniy tochkada turibdi. Neytral. Bizga точный точка входа bersa, men keyin kanalga sizlarga signal beraman-da. Xo'p, big moment mana shu tema. Bu tema juda oddiy. Bu tema bo'yicha ne deydi? Ko'p odam istayini bilmaydi. Даже bu temani ko'p odam bilmaydi. Ko'p odamga bugun bu novosti bo'ldi. Endi qaranglar. Sizlarga bitta narsani aytay. Usloviyani aytib o'tib ketay sizlarga. Kanalda 3570 ta odam bor. 3570 ta odam bor. Hozir chatda 500 ta odam o'tiribdi. Kanalda когда 4000 подписчик bo'ladi, men sizlarga zonadan точка входа oluvni o'rgataman. Xo'p. TVXni polni o'rgataman. TVXni ba'zi примерно men o'zim 3-4 yil oldin buni $1500 olganman. 1500 ga. Bu 3x emas, 3x dan tashqari. Отдельно bu точка входа. Tak, shu точка входani sizlarga besplatni beraman. Men 3 yil qo'llab, уже buni ақшасын chiqarib, polni o'zim profitga yurgan bolam. Tak, sizlarga zona bor. Mana big